Assalomu alaykum. 10 kunlik fol ochamiz yana. 10 kunlik karta ko'ramiz. 10 kunning ichida bizni nimalar kutyapti? 29-dan 8-iyulgacha. 10 kunning ichida bizni nimalar kutyapti? Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lganlar uchun 10 kunlik ochirim qilamiz. 10 kun ichida nimalar kutyapti? Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lganlarni energiyasini oldim. Menga podpiska bo'lgan shu 7000 10 kunlik ochirim qilamiz. Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lganlarning energiyasini oldim. Hammamizga xayrli bo'lsin. Mana 10 kunlik nima niyat qilgan bo'lsak, niyatimizga yetaylik. Yigirma to'qqizi, sekiz, energiyalarini oldim. Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lganlar energiyasini oldim. 29-dan 29-dan 8-iyulgacha 10 kunlik nimalar kutyapti? 10 kun ichida nimalar yashaymiz?
Bizni 29-kuni nimalar kutyapti? Menga obuna bo'lganlar nimasini oldim. Bu yerda bir xil anaqa emas. Bu yerda ko'p odam bo'lgani uchun 7000, почти 7,5 odam подписчик bo'lgani uchun har kimda har xil narsa yashayapti. Kimdir hozirgi kunlarda juda ham xursand. Mana shu 29-kuni kimlardir juda ham xursand bo'ladi. Kimlargadir ancha paytdan beri kutayotgan xabarlar keladi. Kimdir sevgilisiga SMS jo'natishi mumkin. Kimgadir kutayotgan xabar bo'lsa, nimanidir kutyapmiz, shuni xabari keladi. Ishda, sevgida, oilada bo'lsa, nimanidir xabarini kutyapmiz. Agar siz bu yerda kimlardir bu 29-kuni kimlargadir haligi bir отказ kelishi mumkin. Xabar kimgadir yaxshi, kimgadir yomon. Kimlargadir agar sevgi ma'nosida bo'lsa, sevgi, turmushga chiqish, yo bir xo'jayiningizdan xabar, yo sevgilingizdan xabar bo'lsa juda ham yaxshi. Agar siz dokumentdan xabar kutayotgan bo'lsangiz, qanaqadir davlatdan qanaqadir narsalar olayotgan bo'lsangiz, отказ xabari keladi. 29-kuni xabar kuni. Xabar kuni. 30-kuni, 30-chisloda judayam 30-chislo hammamiz uchun judayam bir chiroyli kun. Hamma uchun, sevgida, ishda, hamma uchun. Agarda ancha paytdan beri oilangiz bilan biror joyga chiqmagan bo'lsangiz, yo sevgilingiz bilan biror joyga chiqmagan bo'lsangiz, 30-kuni siz oila yig'ilib qanaqadir anchadan beri ko'rmagan odamingizni, keyin yaqinlaringizni, oilangiz atrofida o'tirib, qanaqadir oilaviy biror joyga borib, kimlardir Allohdan nimanidir so'rashlari mumkin 30-kuni. 30-kuni hammamiz uchun juda ham yaxshi kun. Juda ham nima deydi? Nimani so'rasak, mana 30-kuni nimani so'rasak, kimdir masalandir oxirgi paytda eri bilandir urushib yurgan bo'lsa, 30-kuni juda ham bir chiroyli eridan qanaqadir chiroyli gaplar eshitadi, yo qaynonasidan, qaynotasidan, onasidan 30-kuni shunaqa chiroyli bir gaplar, garmoniya, shunaqa kun. 30-kuni. 1-chislo kuni. 1-chislo kuni nimalarnidir, ishlarnidir qalbimizga nimalardir bor. 1-chislo kuni agar siz 1-chislo kuni safarga chiqmoqchi bo'lganlar, sizga ikkita variant bor. O'ylamasdan shoshilmang. 1-chislo kuni agar bu yerda aytayaptiki, agar siz uzoq safarga chiqadiganlar bo'lsa, meni ko'rayotganlar, menga podpiska bo'lganlar, uzoq safarga chiqadigan bo'lsalar, hozircha shoshilmay turing. Agarda kim bilandir yaxshi ko'rishib, bu endi nima desam, men bunaqa narsalar gaplar. Agarda siz kimnidir sevgilisi bo'lsangiz, yo sevgilingizni oilasi bo'lsa, 1-chislo kuni iltimos sizdan o'zingiz azobga qo'ymang. Chunki hozir qalbingiz azob chekadi. Agar safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunlarda o'ylamasdan ish qilmang. Agar ishda, biznesda bo'lsa ham 1-chislo kuni nimadir taklif bo'lsa, o'ylamasdan ish qilmang. Chunki qalbingiz sezadi. Qalbingiz sezgan ishni qiling. Shu agar biror joyga bormoqchi bo'lsangiz ham 1-chislo kuni oyog'ingiz tortmagan bo'lsa bormang. Bu 1-chislo uchun. 2-chisloga keldik. 2-chisloda bu yerda aytayaptiki, 2-chisloda o'ylamasdan nimanidir, bu o'ylamasdan 2-chislo kuni agarda siz o'ylamasdan jahlingiz chiqib qo'ysa, 2-chislo kuni meni ko'rayotganlar,
o'ylamasdan biror ish qilmangki, boshingizga katta kulfat ochasiz. O'ylamasdan ichkilikka berilib, ichadigan odamlar uchun ichkilikka yoki bir mana mashina haydash go'nkasiga risk qilmang. 2-chislo kuni hech qanday narsadan risk qilmang, chunki falokat tushib qolishi mumkin. Endi ham men Alloh emasman-u, lekin biz bir aytib o'tguvchi odamlarmiz. Siz qanday primat qilasiz, o'zingiz bilasiz. 2-chislo kuni hech qanaqa narsadan risk qilmang. Mani sizga bu savetim. Oilada bo'lsangiz ham, ishxonada bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham 2-chislo kuni mana hech qaysi narsadan siz nima qila ko'rmang. O'ylamasdan ish qilmang, o'ylamasdan gapirmang. Agarda qanaqadir narsada bellashmoqchi bo'lsangiz, agar lotereya o'ynaydigan bo'lsangiz ham 2-chislo kuni yutmaysiz. Ko'p lotereya olmang. 3-chislo kuni. 3-chislo judayam bir go'zal kun. 3-chislo kuni mana bu yerda aytdim-ku, kimgadir ish taklif bo'lsa, ish taklif 1-chislo kuni sizga bo'layotgan ish taklifiga shoshilmang dedim-ku. 3-chislo kuni qanaqadir safarga chiqadiganlar uchun ham, ish takliflari ham anchadan beri oilaviy bitta anaqa ayol kishilar uchun anchadan beri qalbingiz gumonda bo'lib turgan narsalar 3-chislo kuni bularga hammasiga ochiqlik kiritasiz. 3-chislo hammamizga omadli, barakatli, qanaqadir ish boshlaymiz, qanaqadir o'zimizni anaqa bir kuchli his qilamiz. Yana nima desam ekan, 3-chislo kuni daromad, oilaga pul kelishi, daromadli kun, qanaqadir bir go'zal, o'zimizga go'zal bir mana shopping narsalar olishimiz, go'zal joylarga borishimiz mumkin 3-chislo kuni. Juda ham yaxshi, xursand bo'ldim o'zim ham. 4-chislo kuni 4-chisloda aytayaptiki, dangada turing deyapti. Dangada turing degani ko'p masalandir o'ylamasdan, 4-chislo kuni o'ylamasdan, bu biznes odamlari uchun 4-chislo kuni o'ylamasdan biror narsaga pul tikmang. Biror narsaga o'ylamasdan ko'zingiz bog'lanib pul tikmang. Agar siz o'ylamasdan pul tikadigan bo'lsangiz, agar siz biznesda ishlaydigan bo'lsangiz yo bir savdo ishida ishlaydigan bo'lsangiz, o'ylamasdan qilingan narsalar sizga minusga ketadi. Bu 4-chislo kuni. Agar oilali bo'lsangiz ham iltimos, oilada bo'lg'urchi har bir mayda-chuyda narsalarga aralashmang. Chunki sizga bu yaxshilik olib kelmaydi-da, xafa bo'lasiz. 5-chislo kuni. Mana 5-chislo kuni 5-chislo kuni biram chiroyli kun, qanaqadir ko'p odam, qaysidir odamlarga qanaqadir takliflar, agar siz ayol kishi bo'lsangiz, sizga yangi bir nima desam ekan, yangi bir insonlar sizga nima deyapti, yangi bir odamlar bilan tanishuv, agar bir yangilik kuni, 5-chislo kuni hammamizda yangilik. Agar siz anchadan beri kutayotgan bo'lsangiz, anchadan beri nimanidir niyat qilayotgan bo'lsangiz, 5-chislo kuni niyatingizga yetasiz. 5-chisloda hamma narsaga ahamiyat qilmang. Faqat sevgi bilan yashang deyapti. 5-chislo kuni sevgi bilan yashang, hammamizga yaxshilik olib keladi. 5-chislo kuni yaxshilik kuni. 6-chislo kuni 6-chisloda 5-chislo 6-chisloda Xudo xolasa hammamizga yangilik. Agarda anchadan beri homilador bo'lmayotganlar uchun, homilador bo'lmayotgan bo'lsangiz, sizga anaqa kimdir sizga bir yaxshi doktor tavsiya qilishi mumkin. Yaxshiroq bir lecheniya olib homilador bo'lishingizga yo'l ochilishi mumkin.
yo bir farzandingiz yo'q bo'lsa, kimdir sizga qayerdandir farzand olishlikni yo bir qayerdandir farzandli bo'lishlikni yo'lini aytadi. Farzandi yo'qlar uchun bu. Agarda siz erga tegmagan qiz bo'lsangiz yo baxtingiz buzilgan ayol bo'lsa ham, sizga bu kuni qanaqadir bir oilaviy bir oilangizni oyoqqa qo'yadigan kun. Nima deb aytsam ekan? Sizga bir boshqa bir nima keladi-da, bir sovchi demaynu, lekin yolg'iz ayollar uchun aytyapman-da, sizga bir anchadan beri kutayotgan bir umid sizga keladi. Чтобы boshqatdan o'zingizga anaqa qilasiz. Umid, qalbingizdagi bir umidmi, oila qurishmi deymanmi, endi shunaqa narsa bo'ladi 6-chislo kuni. Juda ham yaxshi bu 10 kunlik kartamiz. Mana 7-chislo kuni rishat qiling deyapti. 7-chislo kuni rishat qilish bo'lsa, agarda bu yerda rishat qilish yaxshilikda ham yomonlikda hamda endi rishat qiling deyapti. Kartamizda iloji boricha 7-chislo kuni yaxshi narsalarni o'ylang, yaxshi narsalarga harakat qiling. Чтобы agarda siz 7-chislo kuni bu yerda 7-chisloda aytayaptiki, hayotingiz shunaqa bir yangilik. Bu yerda aytdimki, mana yangilik 7-chislo kuni ham o'zingiz ishonmaysizda, shu meni hayotimda bo'lyaptimi deysiz, yo bir qanaqadir dam olishga ketishingiz mumkin, shunaqa hayotda yashayapmanmi deysiz 7-chislo kuni. Juda ham chiroyli. Bu 10 kunligimiz hammamiz uchun ham qanaqadir chiroyli bo'lyapti. Xudoga shukr. Men o'zim ham kutyapman-da endi ko'p narsalarni. 8-chislo kuni kimlarnidir qalbi og'riydi. Qalb og'rishi puldan, masalandir kutgan odamingizga masalandir pul bergan bo'lsangiz yo eringizdan pul kutgan bo'lsangiz yo bir qayerdandir sizga pul kelayotgan bo'lsa, qanaqadir ashu pul tufayli 8-chislo kuni ozgina siqilishimiz bor. Yosh katta odamlarni qanaqadir anaqa davleniya chiqishi bor, kasallanishimiz bor 8-chislo kuni. Hammasi pulning orqasidan. 8-chislo kuni iltimos. Bu dunyoda sog'likdan boshqa narsa topilmaydi, pul topiladi, iltimos qilaman. To'g'ri, pulsiz kun ham nima desam ekan, qo'lingiz bilan berasiz, lekin sizga qaytarishganda bu siz bergan pulni qaytara olmaysiz-da, siqilasiz shuning orqasidan, qalbingiz og'rinadi-da pulning orqasidan. Nimaga ahmoqlik qilib berib qo'ydim deb siqilasiz. Endi bu biz hamma narsani o'zimiz boshqara olmaymiz. Shuning uchun behudaga siqilmang, sog'ligingiz azob yeydi. Kimdir shu kuni qanaqadir yurak og'rig'i yashashi mumkin. Bu 8-chislo kuni. Hammamizda shu pul og'rig'i bo'ladi ekan 8-chislo kuni. Mana shu 10 kunligimiz hammamiz uchun anaqa bo'lsin, xayrli bo'lsin. Men avvalo Alloh, biz aytib o'tuvchi insonlarimiz, bu hammasi sizga точно to'g'ri keladi degani emas bu yerda. Kimgadir bir narsa to'g'ri kelishi mumkin, kimgadir boshqa narsa to'g'ri kelishi mumkin. Iltimos, o'zlaringizga qarashli, o'zlaringizga to'g'ri keladiganini olasizlar. Hammamizga xayrli bo'lsin. Agar kimdir addinni oshtirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarim qoldiramiz. Bilasizlar, ochilishi pul. Chunki biz mana nima qilmaymiz, ko'proq podpiska bo'linglar. Aytsa, bu shu mehnatimizga loyiq podpiska bo'lishlaringizni iltimos qilaman.